Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Andijondagi chinorlardan faqat mana shu yerda qolgan ekan deb o'yladim. Chunki klinikada qiz. Короче, klinikada qizlar meni oldida kulishyapti. Juda ham bir qaranglar, bu yer yozda qanaqa salqin bo'ladi? Zo'r jala. Kim eslaydi bu yerlar? Bu devorlar teshik bilan o'ta maza edi lekin hozir lekin chipsi kesib shekilli. Archalar ham top bopti. Asfalt уже bu yerdan asfalt boshlanadi. Bu tomonlar haqiqatda eskirog'idan devorlar. Unaqa qimmat archalarni ekib qo'yishibdi. Birinchi blok 13-blok va lekin kim eslaydi akalar? Oralarida basseynlar bo'lardi, yoshligimizda kirib cho'milardik biz. Chunki uyimiz ham mana shu yerdada biz. Mana shu yerga yaqin. Juda go'zal fasad o'tdi. Voy. U yerda kim eslaydi? Farhod bo'lardi. Tosh yoriyotgan. Ikkinchi blok. Maza ekan lekin tinch. Bo'ldi, archalar boshqa yerdan ekilibdi. Mashalloh. Bu yerga yana bitta Andijon davlat tibbiyot instituti tushib qopti. Ko'ryapsizlar? O'sha odamlar o'qiyapti shekilli bu yerda. Juda ham go'zal o'tdi lekin. Bu chinorlar voy. 2012 yarim 13-yillarda anavi bizga Andijon eski hokim Ahmadjon Usmonov kestirib borgan 22 yo'lidagi, prospekt yo'lidagi, O'zbekiston ko'chadagi chinorlarni. Nima sababdan kesganini bilmaysizlarmi? Komment yozib qo'yinglar. Shunaqa. Sağ kendine yürüyüşü.